Assalomu alaykum va rahmatulloh. Revansh qachon bo'ladi? Ko'chada, internetda polni so'rashyapti. Menga qolsa futbolka short shingalka ham kiyishga ulgursam bo'ldi. Farqi yo'q, hozir bo'lgan, hozir 2 oydan keyin. Faqat mana shu 2026-yil bo'ladi. Saturn va Kamil Karate revansh jangi bo'ladimi? Oktagon ligadan Saturn so'radi. Saturn qattiq bayonot qildi. 3 raundga ham olib bormayman, nokaut qilaman dedi. Endi hamma bitta savol bermoqda. Revansh haqiqatan bo'ladimi? Agar bu revansh tasdiqlansa, Oktagon liga portlaydi. Siz kimga ishonasiz? Fikringizni kommentariyga yozing. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Revansh qachon bo'ladi? Ko'chada, internetda polni so'rashyapti. Menga qolsa futbolka short shingalka ham kiyishga ulgursam bo'ldi. Farqi yo'q, hozir bo'lgan, hozir 2 oydan keyin. Faqat mana shu 2026-yil bo'ladi. Lavs ketilgan, qo'l tashlangan. Endi qo'rqishi aniq. Bunaqa jangdan keyin qo'rqadi, chunki bir marta nokaut bo'ldi, berishmadi, pasini ushlab oldi. Knockdownli hisobga olinmadi. Men o'zimga kiyinimcha bor-ku, mana shu holatimga hozir kulgunimcha nima bo'lsam bo'ldi, necha kunimda tunlarimni bedor o'tkazdim. Menga sabab bo'lganlar bor. Xudo xohlasa men 3 raundga olib bormayman inshaalloh revanshda, xudo xohlasa. Undan tashqari 5 raundli kamarda ushlab o'tirgan yigit bor, ismini aytmayman endi. Balkim qo'rqayotgandir, javob bera olmayapti, balkim mensimayotgandir. Lekin xudo xohlasa inshaalloh har bitta qiyin qilig'ing shunchaki qolmaydi. Xudo xohlasa inshaalloh gaplashamiz. Hatto kana Nursiz bilan Ozarbayjon